Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Chorvachilikda hamma har xil fikr bildiradi. Unaqa qilsa ko'p tez foydaga chiqadi, bunaqa qilsa ko'p tezroq foydaga chiqadi deb. Lekin men asosiy bir narsaga qaratmoqchiman. Asosiy tezroq foydaga chiqarayotgan narsa bu hech bo'lmasa yemish mahsulotini o'zingizdan chiqarishingiz kerak. Agar bu narsani ham sotib olib beraman desangiz, plyusga chiqish ancha qiyin. Mana shu hovlimiz yurtda bir 15-20 sotik joy. Shu yerdan har bir o'rimda 85 ta 90 ta toy olinadi. Agar buni sotib olib beraman desangiz, hozir ko'chada 38 ming so'm, 35 ming so'm deyapti. Ancha eng muhim narsa bu deb o'ylayman.